Assalamu alaykum, hörmətli televizor izləyicilər. Görüyatqanlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Heptilik Xewerler proqramısı. Sayıpımız hoş geldinler. Mezkur programımızda muş bir hafta jarayonida radiomuzda anlatılgan bir kısım mühim haberlerini eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Korli şəhərlik Partikum Birlik Səpilimining başlığı Anvar Aysa yaqında bizning vatanimiz Sharq Turkiston emas, millatimiz Türk emas, dinimiz Islom emas deb bayonot e'lon qilgan edi. Bu bayonotda bu xildagi hukmlarni 3 xil kuchlarning yasab chiqqanligi, buning amaliyotda panturkizmni bozorga silish ekanligini alg'a surgan. Tarixshunoslik va millatshunoslik fanlarida sistemalik tarbiya ko'rgan Uyg'ur va Xitoy olimlari bu haqda fikr bayon qilib, Anvar Aysoning qarashlarini hech qanday ilmiy asosga va aqlli mantiqiga ega emas deb tanqid qildi. Yaqında Xitoy hukumatining yurtiga qaytish buyruqiga bo'ysunib, Turkiyadan Bo'rtalaga qaytgan 6 Uyg'ur o'quvchi qo'lga ilingan va muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Ko'limi bag'ansir kengaytirilayotgan tutqun harakatlarini surishtirish jarayonida Yengsar noyasidagi muqimlik xizmati uchun jiddiy vazifa o'tayotgan bir qism Uyg'ur saqchilarning qavm qarindoshlarining qo'lga ilinganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Yengsar noyasidagi nuqtaliq oilalarning eshik oldiga kuzatish kameralari o'rinlashtirilgan ekan. Mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, bu xil radikal tadbirlar amaliyotda Xitoylarning o'ziga ishonch yo'qligini ko'rsatadi dedi. Yaqında Uyghur diyoridagi halollik tushunchalarini ojizlashtirish shamolining amdilikda oliy maktablarda avjilayotganligi ma'lum bo'ldi. Bunun bilan bir qism oliy maktablarda Uyg'ur va Xitoy o'quvchilar uchun ayrim oshxona ta'sis qilish bekor qilingan. Shuningdek, Uyg'ur o'quvchilar oshxonasidagi halol belgilari elib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozir Uyg'ur o'quvchilar bilan Xitoy o'quvchilar millatlar ittifoqligini ilgari surish degan nomda aralash yotoqqa o'rnashtirilmoqda ekan. Mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, milliy madaniyati va diniy e'tiqodi tubdan farqli bo'lgan, huquqiy jihatda barobar bo'lmagan ikki millatni sunniy do'stlashtirish ijobiy unum yaratmaydiganligini bildirdi. Yaqında İli vodisidagi xalq o'qituvchilarini tarbiyalash nuqtalarining biri bo'lgan G'uljin oilik Darul Muallimining tarbiyalash markaziga o'zgartirilganligi oshkorlandi. G'uljin oisidagi yipiq tarbiyalash markazining xodimlari bu haqdagi savollarga javob berib, qilmishi jinoyatga to'shadiganlar turmaga boradi. Qilmishi jinoyatga to'shmagan, lekin jinoiy xohishi bor deb qaralganlar yipiq tarbiyalash markaziga boradi dedi. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi tarbiyalash markazlariga yig'ib olinganlar bir necha heptilik siyosiy o'rganishni tamomlagandan keyin ondan uylariga qayta oladi ekan. Yaqında Uyg'ur tijoratchilaridan Osmonjon Mehmetning 2011-yili davlatni parchalashga qudrat qo'l qilish va qonunsiz diniy buyumlarni ko'rish degandek jinoyatlar bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi oshkorlandi. Shohidlarning bildirishicha, ilgari Xitoy armiyasida askar bo'lgan Osmonjon harbiy safdan chekingandan keyin tijorat bilan shug'ullangan. Keyincha Qarmaydagi Uyg'urlarning o'shir zakotlarini yig'ib 5 fevral G'ulji voqeasida yetim bo'lib qolganlar, farzandlaridan ayrilib qolgan egichaqsizlar yoki erlardan ayrilib qolgan tul ayollarga yetkazib bergan. Shohidlar bu haqda so'z qilib, navbatda Osmonjonga o'xshash ko'plagan Uyg'ur tijoratchilar davlatni parchalashga qudrat qo'l qilgan degan jinoyatlar bilan turli og'ir qamoq jazolariga hukm qilinmoqda dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 36. növbetlik Kişilik Hukuk Kengişi yığını 11. sentabrdan başlap Şveysariyanın Cenve şehrinde içilişki başladı. Dünya Uyghur Kurultayı'nın mezkur yığını katnışıvatkan vekillerden Dünya Uyghur Kurultayı Baş Katibi Dolqun Aysa yığın ahliga Uyg'urlar növbette duch kelivatkan ağır zulümler hakkında tafsili ma'lumotlar berdi. Uyg'ur tilining cheklanishi, Sharqiy Janubiy Osiyodagi Uyg'ur qashqunlari, shuningdek Uyg'urlar diyoridagi siyosiy besimlar yig'in ahliga Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida jonliq bir maydon dars bo'ldi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi vakillari yana aloqador davlatlarning rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlar diyoridagi mavjud masalalar haqida fikrlashdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rdingiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.